Agar siz do'stlaringiz bilan namoyishning o'zida turgan bo'lsangiz, lekin to'satdan bir sado eshitilsa va ko'zingizni ochganingizda atrofda tuman bo'lsa, hech kim ko'rinmasa, xavotir olmang do'stim. Siz endi o'sha joyda emassiz. Quyidagi ishlar sizga namoyishga qaytib borishingizga yordam beradi. 1. Tumandan chiqing. Tumandan asta-sekin va ehtiyotkorlik bilan chiqishingiz kerak bo'ladi. U sizni bo'g'ib qo'yadi. Tumanning ko'rinib turgan tomoniga qarab yuguring. 2. Tumandan chiqqaningizdan so'ng siz eng katta politsiya uchastkasi qarshisida bo'lasiz. U yerda ekaningizni hech qachon bildirmang. Imkon qadar tezroq yashirining. U yerda ishlaydigan odamlar haqiqiy emas. Ularning maqsadi tashqaridan kirganlarni topish. 3. Telefoningizni ehtiyotkorlik bilan ishlating. Ular joylashuvingizni aniqlashi mumkin. O'zingizni dunyoyingizdagi kimgadir qo'ng'iroq qilishga urinmang. 4. Qochishning yagona yo'li soat aniq 3 da politsiya uchastkasiga o'rincha kiring. U yerda 38-sonli kameraning kalitini sekinlik bilan o'g'irlashingiz kerak. So'ng u kamera tomon kiring, eshikni oching. U yerda David ismli mahbus uxlab yotganini ko'rasiz. Hech qachon uni uyg'otmang, faqat o'qing. Uni kaftida yozilgan raqamni eslab qoling. Qamoqxonadan chiqib o'sha raqamni tering. Bu sizning dunyoyingizga ulanadi. Shuningdek, barchasini 5 daqiqa ichida bajarishingiz kerak. Chunki qo'riqchi qushlar bor. Omad sizga yor bo'lsin.